So'ramoqchi, yosh nechidan, hassada ekansiz. Ikkita oyda yurmaysizmi? Ana o'sha kuni o'tdi, aparish qildi-da. Ha. Bu tosh mo'ti suyuni olib tashladi. 5 yil bo'ldi-da. Buyurib olmay 2 oy bo'ldi, hozir borib aparish qilib, Operatsiya qilib. Qurib ketganmi? Ha, ana suyuli tugaganmi? ha, o'shanda. Nima qilasizlar bu? Uzun. Uzun. Necha yildan dehqonchilik faqat ishingiz? Necha yildan beri? 7 yil bo'ldi bilmadim, o'zim bilmayman. Eshikda necha yildan beri? Eshikda Yosh ekani, 10 yil bo'ldi. Buni yurimiz. Necha benzin yuradi bu? 10 yil bo'ldi buni yurimiz. Mana shu yo'nalish cho'roq bo'ldi-da, shu bilan eshigini yurimiz. Eshikka o'tib qoldingiz. Mana eski u qildik faqat aparish qilmaydi, aparish qilmiz. Karadi berimiz o'qiyo. Yani pullar qo'ydi. Pul kerak-da, pul. Pul kerak. Qancha kerak operatsiyangizga? 60 sal oshadi. Million. Yo'q. Aka, mana qilaylik. Biz men shunaqa blogerman. Videolar olamiz. Amak. Mendan sizga. Mendan dom. Men rozi bo'lib sizga beryapman. Buni uydagilarga bozorlik qilib kirasiz. Qo'lingizga bermadim, mayli. Siz xijolat bo'lyapsiz. Cho'nchingizni solib qo'ysam yoki uni ham ko'p qo'ying, o'zingiz olasiz. Olaveradi. Charchanasizmi? Pulingiz tushdi. Akman bozorlik qilib borasiz navarlarga. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Anaqa men xo'jayinim qaytish bo'lganda odam meni balla boqadi-da. Men ishga chiqqan. Zo'r odam ekanlar. Endi mana shu boshqa qanday Nami sog' bo'lib sog' bizda o'sha 70 chiqib yuradi. Xudo xolisa. Amin. Amaga o'zingizdan charchamang. Yo'q, charchasiz. Kun yaxshi o'tsin. Rahmat katta.